Ha, u jodugar edi. Ammo Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan rus adabiyotini eng sara durdonalaridan biri bo'lgan Alisiya asari haqida gaplashamiz. Asar o'rmonda yashaydigan bir jodugar qiz va shaharlik bolaning sarguzashtlaridan iborat. Qiz va uni oilasini o'z qishloqdoshlari jodugarlikda ayblab, ularni toshbo'ron qilib qishloqdan haydab yuborishgan bo'ladi va u buvisi bilan qishloq chetidagi botqoqda yashashni davom ettirardi. Ha, aslida ular rostdan ham jodugar edi, lekin ularni bu xislati hech kimga yomonlik keltirmagan. Ya'ni qishloqdoshlari har qanday kulfatni aynan bularning jodugarligida deb bilishgan va qishlog'imizga ham aynan mana shu sabab la'nat tegan deb o'ylashardi. Bola qizni bu jodugarlik hissidan olib chiqishga, uni ham yaxshi odamlikka ishontirishga harakat qiladi, lekin oxirida jamiyat bu qizni baribir qabul qila olmaydi va qiz jamiyatning qurboniga aylanadi. Xulosa qilib aytganda, bu kitobni o'qib ko'ringlar albatta, chunki bu kitob nafaqat bu Alisiya haqida, balki bu kitobda bir necha boshqa novellalar ham bor. Shu bois bu kitobni o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hayotgancha shu kabi qiziqarli kitoblarni bu kursdan topishingiz mumkin.